Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun boshqalar tarafidan qo'llanishninki ro'yi sog'lomlikqa bo'lgan ta'siri degan temada o'zimning izlanganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Men oldin qatimqi leksiyada ya'ni savrchanlik to'g'risida so'zlagan vaqtida Manhattan to'g'risida ozroq tushuncha berib o'tgan edim. O'tgan qatim degandek Manhattan 4 tarafi suv bilan qo'rshalgan bir orol bo'lib, uning aylanmasi 52 kilometr keldi. Ko'pincha qismida suvni bo'ylab piyoda mang'irgan yo'l bor. Men o'tgan qatim Manhattan'ninki g'arbiy tarafidagi Hudson daryosini bo'ylab mang'an edim. Bu qatim men Manhattan'ning sharqidagi Sharqiy daryoni bo'ylab mang'ach sizlar bilan tövendagi mazmunda o'rtoqlashmoqchi. Endi bugun so'zlamoqchi bo'lgan mazmunga kelsak, biz yaşayotgan dünya rengareng bo'lib, u har xil mijoz xuluq, xarakter va farqli axloq fazilatlik insonlarni tarkib topgan. Ba'zi insonlar samimiy va rostchil bo'lsa, ba'zi insonlar qul va hiylagar. Ba'zi insonlar boshqalarning haqqini yemaydigan ve özünün halal emgikiga tayinib yaşaydigan bo'lsa, ba'zilar boshqalarni oldash va qoqti soqti qilishga odatlanib ketgan. Jinning qasdi shapilda degandek, bizga yiqinchilik qilgan hamma insonlarning niyati durust va to'g'ri bo'lishi notayin. Ba'zilarining maqsadi balkim biz o'ylagandek undaq yaxshi niyat bilan bizga qizg'in muomalada bo'lmasdan, balki ma'lum maqsadda bizga yaqinlashgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ba'zi insonlar boshqalarga faqat ularni qo'llanish yoki ulardan foydalanish uchun yaqinlashishi mumkin. Agar boshqalarga chin ko'nglidan yordam qilayotgan oq ko'ngil bir inson kunlarning birida o'zining yordam qilyapman deb qaragan inson tarafidan qo'llanilganligini bayqasa, bu inson qandoq bir tuyg'uda bo'lishi mumkin. Bir insonning boshqalar tarafidan qo'llanilganlik tuyg'usi balkim u insonning keyingi hayotiga ig'ir salbiy ta'sir ko'rsatib, u insonning shuningdan e'tiboran hech kimga ishonmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Bir inson o'zining boshqalar tarafidan qo'llanilganligini bayqagan vaqtida oldi bilan o'zining u odamni yaxshi taniyolmaganligiga pushaymon qilishi va o'zini aqlsiz, dod deb ayblashi mumkin. Oradaki munosabat buzilishi yoki oradaki munosabatga ig'ir salbiy ta'sir yetishi mumkin. Bu u insonning ruhiy kayfiyatiga texmi ko'p ta'sir yetkazishi mumkin. Natijada u insonning boshqalarga ishonishi qiyinlashishi, tashvishlanishi, tushkunlashishi va jarohatdan keyingi jiddiylashish kasaliga giriftor bo'lishi mumkin. Undaqda insonlar nima uchun boshqalarni qo'llanadi? Har qanday bir insonga nisbatan boshqalar tarafidan qo'llanilish azoblik kechirmish bo'lib, u bir insonning yana bir insonni qasddan azoblig'iga barobar. Undaqda bir inson nima uchun bilib turib boshqa bir insonni qo'llanadi? Yoki bir insonning yana bir insonni qo'llanishining sababi nima? Buni tövendikidek bir necha tarafga yig'inchoqlash mumkin. Birinchisi insonlardagi shaxsiyatchilik. Shaxsiyatchi insonlar o'z maqsadiga yetish uchun boshqalarning azoblanishi bilan kar bo'lmaydi.
yoki vosita tanlamaydi. Ular erishmoqchi bo'lgan narsaga erishish uchun har qanday ishni qilishi mumkin. Ikkinchisi, insonlar orasidagi ochko'zlik. Ochko'z insonlarning ko'zi to'ymaganligi uchun erishginiga asla qanoat qilmaydi. O'ziga nisb bo'lgan narsalar bilan to'xtab qolmay, boshqalarning nisibini egallab olishga tirishadi. Üçüncüsü o'chilish. Boshqalar tarafidan qo'llanilgan insonlar o'chilish maqsadida boshqalarni qo'llanib, ularni azoblantirish orqali ro'y jihatda tangpunlikqa erishishga urinishi mumkin. To'rtinchisi, jinsiy ehtiyoj. Ba'zi kishilar o'z xushalliqi uchun boshqalarni o'zining jinsiy havasini qondiradigan nishon qilib qo'llanishi mumkin. 5. O'zini kuchlik his qilish uchun insonlarning boshqalarni qo'llanishi va kontrol qilishi ularga kuchlik his qildiradigan bo'lib, bu o'ziga bo'lgan ishonchi kamchil insonlarda bo'ladigan bir xil binormallik. 6. Bexatarlik tuyg'usi kam bo'lish. Bexatarlik tuyg'usi kamchil va boshqalarning o'zini qo'llanishidan ziyoda andisha qiladigan kishilar o'zining obrazini yuqori ko'tarish va o'zini qanoatlantirish uchun boshqalarni qo'llanishi mumkin. 7. Hessidashlik tuyg'usi kam bo'lish. Hessidashlik tuyg'usi kam insonlar o'zlarining qilmishining boshqalarga qanday ta'sir qiladiganligini o'ylamaydigan yoki tushunmaydigan bo'lib, ularmi boshqalarni xohlagancha qo'llanishi mumkin. 8. İnsanlar orasidagi har qanday munosabatni foyda manfaatga bog'lash. İnsanlar orasidagi munosabatni nuqul holda savdo yoki foyda manfaat deb qaraydigan insonlar hamisha qarshi tarafning hissiyotini e'tiborga olmasligi, boshqalarni o'zining manfaati uchun qo'llanishi mumkin. 9. Dunyoga yoki hamma insonga gumon va o'chmanlik bilan qarash. U xil insonlar dunyoga bo'lgan o'chmanlikka yoki insonlarga bo'lgan xato qarshi tufaylidan boshqalarning hissiyotiga faqat ko'ngil bo'lmasligi, faqat o'zini o'ylab boshqalarni qo'llanishi mumkin. Mana bular insonlarning boshqalarni qo'llanishiningki asosli sabablari. Ya'ni insonlar yuqorqidek sabablar tufaylidan boshqalarni qo'llanishi va ularni qo'llanib azoblash orqali o'zini qanoatlantirishi yoki o'zining ko'zlagan maqsadiga yetishi mumkin. Bundaqda boshqalarni qo'llanadigan insonlar ko'p qo'llanadigan usullar va taktikalar nimalardan iborat degan vaqtida uni tövendikidek bir necha tarafga yig'inchoqlash mumkin. Birinchisi, ular boshqalarning hissdoshligini qo'lga keltirish uchun o'zlarini bichora yoki ziyonkashlikka uchirg'uchi qilib ko'rsatishi mumkin. Ikkinchisi, ular cho'ng kichik hamma ishda boshqalarning yordamiga ehtiyojli ekanligini ifodalaydi. Uchinchisi, ular boshqalarning quliqiga yoqadigan yoki boshqalar anglashni xohlaydigan tatliq so'zlarni ko'p qiladi. 4. Ular reallikqa uyg'un bo'lmagan foyda manfaat yoki yaxshi ishlar orqali boshqalarni jalb qilishga va ularni o'ziga ishontirishga tirishadi. 5. Ular qo'llanmoqchi bo'lgan insonlarni gunohkor his qildirdi yoki ularning o'zlariga yordam qilishni bosh tortib bo'lmaydigan majburiyat qilib his qildirdi. Mana bular boshqalarni qo'llanadigan insonlar ko'p qo'llanadigan usul va taktikalar. Ular mushu usul va taktikalar orqali boshqalarni qo'llanadigan, boshqalardan foydalanadigan maqsadga yetishi mumkin.
Undaqda biz bu insanlarni qandaq toniy alaymiz, ya'ni boshqalarni qo'llanadigan o insonlarningki qandaq alayliklari bor degan vaqtida birinchisi ular ta'sirlik hikoyalarni to'qib chiqishga usta va davomli yolg'on so'zlaydi. Ikkinchisi ular boshqalarning vaqtiga hurmat qilmaydi. Uchinchisi ular faqat o'z ehtiyojliq bo'lgan vaqtida ondan boshqalarning atrofida bo'ladi. To'rtinchisi ularning minnatdorlik tuyg'usi va ini kam bo'ladi. Beshinchisi ular boshqalarning o'zlariga yordam qilishni ularning majburiyati deb biladi. Oltinchisi ular o'zlarini aqlli boshqalarni dud chog'laydi. Yettinchisi ular boshqalarning samimiyatligini va hissdoshlik tuyg'usini suiiste'mol qiladi. Sakkizinchisi ular boshqalarga tava hech narsaga hurmat qilmaydi. To'qqizinchisi ularning boshqalardan olg'ini ularning boshqalarga berganidan ko'p bo'ladi. Ya'ni ilib berishni bilmaydi. 10-si ular boshqalarning his tuyg'usini inkor qiladi yoki uni e'tiborga olmaydi. Mana bular boshqalarni qo'llanadigan insonlarda bo'ladigan alayliklar. Biz bularni obdan bilish orqali shu o'zimizni aldımoqchi yoki o'zimizdan foydalanmoqchi bo'lgan insonlarni tanib olishimiz mumkin. Undaqda boshqalarning qo'llanishidan qandaq saqlanғалы bo'ladi? Agar insonlar bir-birini qo'llansa, insonlar orasida o'zaro ishonch va samimiyatlik bo'lmasa, hamma odam boshqalardan ehtiyot qilib, faqat o'z hayotini yashaydigan bir muhit shakllanishi mumkin. Natijada haqiqiy yordamga muhtoj insonlar yordamdan mahrum qilishi mumkin. İnsanlarning oq ko'ngilligininki suiiste'mol qilinmasligi va qo'llanmasligi, insonlar orasidagi o'zaro ishonch va samimiyatlikning qadrlanishi bir jamiyat jumladan har birimiz uchun bek muhim. Boshqalarning qo'llanish obyektiga aylanib qilib, ro'y jihatdan azoblanishning oldini olish uchun oldi bilan insonlarning nima uchun boshqalarni qo'llanishidagi sabablarni yaxshi tunib yetish va ularning boshqalarni qo'llanishida qanday usullarni qo'llanganligini bilish kerak. Nayt afsus, amaliyotda boshqalarni qo'llangan kishilarning peshonasiga yezig'liq bo'lmag'achqa, ko'pincha kishilar dastlabda ularni osonlikcha farq etmasligi mumkin. Shundaqdimi? Tövendeki strategiyalarni qo'llanish mumkin. Ya'ni mutaxassislar qanday qilib boshqalarning qo'llanishini saqlanғалы bo'ldi degan vaqtida tövendekidek bir necha takliflarni berdi. Birinchisi, har qanday inson bilan munosabat qilgan vaqtida chegara belgilash. Boshqalarning kishilik munosabatdagi qonunga xiloflik qilmishlarini bayqash va o'zaro sog'lom chegara belgilashni o'rganish. Boshqalar tarafidan qo'llanishdan saqlanish va ruhiy sog'lomlikni qo'g'dashga kafolat qilishninki yaxshi usuli. Ikkinchisi, o'zi bo'lish va o'zni qadrlashni bilish. O'zga ko'yinish va o'z qimmatini tunib yetish uchun tirishish orqali boshqalarning qo'llanish obyektiga aylanib qilishdan saqlanish mumkin. Uchinchisi, boshqalarning ziyoda tatliq va reallikqa uyg'un bo'lmagan qiziqtirishlarga aldirab ishonmaslik. Boshqalarni qo'llanishni maqsad qilgan odam nishonga yiqilishish uchun har xil tatliq so'z iboralarni qo'llanishi yoki ba'zi reallikqa uyg'un bo'lmagan foyda manfaat bilan qiziqtirishi mumkin. Shunlashqa ularga aldirab ishonmaslik, o'zini qanday qo'g'dashni bilish, boshqalar tarafidan qo'llanishning obyektiga aylanishdan saqlanishda nihoyatda muhim. To'rtinchisi, ruhiy sog'lomlik
kasbiy xodimlari bilan yetakligüchilar yoki ishongan insonlardan maslahat ilish, ularning fikrini anglash orqali boshqalarni qo'llanadigan kishilarni farq etish va ularning o'zini qo'llanishdan saqlanish mumkin. Ya'ni bu bizga shu ziyoda yoki binormal yiqilashgan kishilarni texim yaxshi tushunish uchun munosabatli kishilardan so'rab ularni tushunish bizningki boshqalar tarafidan qo'llanishdan saqlanishimizda bek muhim. Bugün men qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan bu boshqalar tarafidan qo'llanilish va uningki ro'y sog'lomlikqa bo'lgan ta'siri, salbiy ta'siri degan temadagi bu savatlarni mishad oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Allah hammamizningki zihnini ochiq qilsin, tenini salomat qilsin, ishlarini o'ngishli qilsin. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.